Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlarim, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun bir albattagi high-tech fasondagi darvozamizni mana o'z joyiga ustanovka qilib bo'ldik. Mana juda chiroyli variantda o'rnadi, joyiga ham juda chiroyli holatda o'rnadi. Darvozamiz eniga 5.25, bo'yiga 3.15 razmerga o'rnadi. O'sha summasi 19.800.000 so'mga olib kelib ustanovka qilib bo'ldik. 1 kvadrat metrini 1.250.000 so'mdan olib kelib ustanovka qildik. Darvozamiz mana juda chiroyli holatda ko'rishlaringiz mumkin. Juda chiroyli holatda o'rnadi. Darvozamiz materiallari bilan tanishtirib o'tsak, stoykalari shiviller bo'ldi. Darvozamiz o'ngga 5 shiviller, taglari shiviller. Ichidagi profillari 6x4, qirg'og'idagi bozi 8x4 1.7 stena bo'ldi. Ichidagi profillari 6x4 1.7 stenada bo'ldi. Ko'rishlaringiz mumkin. Listlar ikkilik listda bo'ldi. Mana nalichkalari ham o'ziga yarashgan, juda chiroyli holatda o'rnadi. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu darvozamiz 1 kvadrat metri 1.250.000 so'mdan olib kelib ustanovka qildik. Farg'ona viloyati Oltiariq tumaniga olib kelib ustanovka qilindi. O'rtalariga qora nejvinkalar qo'yildi. Zamoklar har doim o'rnatilgan super zamok. Orqa holatlari mana, orqa holatlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Orqalari ham mana plotniy bo'lib, mana tekis, juda chiroyli holatda o'rnadi darvozamiz. Kiraver. Hurmatli aka-ukalar, kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'lib qo'ysalaring, keyingi qo'ygan videolarimizni bemalol ko'rishlaring mumkin. Unda kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, darvoza, naves, kazirovlar kerak bo'lsa, bemalol ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Xudo xohlasa kanalimizni doim kuzatib boringlar. Keyingi videolarimizda ham kraska sepish, o'rnatish jarayonlarini qo'yib borishga harakat qilamiz. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.